Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana turli xil fasonni harakat qilish jarayoni. Bu lazerga qo'yib olasiz, liniya bitta qilib. Hammasi chizib olasiz. Mana qarab, kandis tushish hisobini oladi. Bizniki 6,5 cmlik. Bitishi 8,5 cm oladi. Undan keyin bitta 4 cmlik. Undan keyin pastki kandisimiz bor. Mana shu. Mayimda qatiydi. Shu tarzda keyin buni ustiga bu qatiydi. Mana shunday. Mana shu bunday bo'ladi. Mana tepadan qatiriladi bu tiliga. Bu fasonni peshonasi. Mana shu tarzda bo'ladi. Qiziqarli ma'lumotlarni qo'yib boramiz, kuzatib boringlar. Jo'lbalarga mo'ljallab oldik. Devorimiz ozgina qiyshigan, shu 1 cm